Bugungi kunda ba'zi bir kishilar ko'r-ko'rona ota-bobolariga, domlalarga, shayxlarga, ustozlarga ergashib Allohga shirk keltirishligi, Allohga kofir bo'lishligi ertaga qiyomat kunda hech qanday uzr bo'lmaydi. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insonlarga savol berishyapti. Al-misoq nima desa eshitamiz. O'zbek xalq iborasi bor-da, al-misoqdan qolgan degan gap bor. Shuni ma'nosini bilasizmi? Juda eski davrlardan qolib ketgan narsa deyiladi. Eski qolgan bo'lishi mumkin, hozir davr to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu men tushundim. Nima desa bir narsani ko'rsasa eski narsa bo'lsa al-misoqdan qolgan deyishadi. Endi bir eskidan qolgan narsani al-misoq bo'lsa kerak, endi shu tushuncham shu, boshqacha niyatim yo'q lekin. O'sha oldindan qolgan, mana masalan bizning taqdirlarimizda ham boshqa yaralishlardan oldin al-misoqda yozilganda bu narsa. O'sha narsa al-misoqdan qolgan deb aytilgan shu ibora. Al-misoqdan qolgan degan gap bor xalq orasida. Buni ma'nosini bilasizmi? Al-misoq degani o'zi bu diniy ibora hisoblanadi, ya'ni inson taqdiri yozilgan kun. Ya'ni o'sha taqdirga nima yozilgan bo'lsa, o'sha narsani ko'radi. Hozirgi ma'nosi eskidan qolgan degan ma'noni beradi boshqasi. Alloh tomonidan taqdir qilingan narsa al-misoq deydi. Al-misoq bu odam yaralgan kunni al-misoq deydi. Shu eski davr degan mazmunda shunaqa to'g'ri keladi shu uchun. Xo'p, al-misoq nima narsa? Al-misoq odam alayhissalomni barcha qiyomat kunigacha keladigan zurriyotlarini uni pushti kamaridan chiqarib, Alloh taolo bizdan ahd olgan kun. Mana bu al-misoq kuni deb ataladi. Bunga dalil Alloh subhanahu va taolo A'rof surasi 172-oyatda aytadiki: "Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Alloh subhanahu va taolo odam bolalarini, odam alayhissalomni pushti kamaridan toki qiyomat kunigacha keladigan barcha zurriyotlarini chiqarib, o'zlariga guvoh qilib, Robbingiz emasmanmi dedi. Shunda biz insonlar, albatta sen bizni Robbimizsan, biz guvohlik beramiz, faqatgina o'zingga ibodat qilamiz deb biz va'da berdik. Alloh subhanahu va taolo bu ahdi paymonni biz insonlardan olishligini sababi ertaga qiyomat kunida biz bundan g'ofil edik, johil edik, bilmagan ekanmiz demasliklaringiz uchundir deydi. Bundan keyingi kelayotgan oyatga diqqat qiling. Alloh taolo aytayaptiki: "Al taqulu innama ashraka abauna min qablu va kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun." Yoki bizdan avvalga o'tgan ota-bobolarimiz mushrik bo'lishgan bo'lsa, bergan ahdlarini buzishgan bo'lsa, biz ulardan keyingi kelgan zurriyot bo'lsak, ularni o'rgatgan yo'llarga ergashgan bo'lsak, bizlarni ularni qilgan botil amallari tufayli halok qilasanmi demasliklaringiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizdan bu al-misoq va'dasini oldi. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir tug'ilajak farzand islom fitratida tug'iladi. Uni ota-onasi nasroniy yoki yahudi yoki majusiy qilib tarbiyalaydi dedilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisga ko'ra Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh azza va jalla qiyomat kuni jahannamda azobi eng yengil bo'lgan bandasidan so'raydi. Agar butun dunyo seniki bo'lib, hozir shu jahannam azobidan qutulishlik uchun shu qo'lingdagi mol dunyoni barchasini berib qutulgan bo'larmiding deganda banda ha deb javob beradi. Alloh azza va jalla aytadiki, men sendan odamning sulbida turganingda bundan osonroq narsani so'ragandim deydi. Bu al-misoqda berilgan va'da. Men senga faqat o'zimga ibodat qilgin, menga shirk keltirmagin dedim, sen faqat shirk keltirding deydi. Shuning uchun bugungi kunda ba'zi bir kishilar ko'r-ko'rona ota-bobolariga, domlalarga, shayxlarga, ustozlarga ergashib Allohga shirk keltirishligi, Allohga kofir bo'lishligi ertaga qiyomat kunda hech qanday uzr bo'lmaydi. Vallohu g'olibun ala amri, walakinna aksarun nas la ya'lamun.